Assalomu alaykum do'stlar. Birinchi darsimizni boshlaymiz va bu birinchi darsimizda day 1 present continuous ga qaratiladi va present continuous siz bilganingizdek bu hozirgi davomli zamon deyiladi. Hozirgi davomli zamonni qoidalarini tushuntirishimdan oldin avval sizlarga uni qanday tuzilishini aytib o'tmoqchiman. Ya'ni siz uni tuzilishini bilib o'tishingiz kerak bo'ladi va adashtirib qo'ymasligingiz ham muhim hisoblanadi. Birinchi o'rinda bizda ega keladi va bu ingliz tilida subject deyiladi. Ega bu biror bir gapimizni o'sha bajarayotgan shaxs yoki narsa bo'lishi mumkin. Masalan, men maktabga bordim. Men bu yerda ega yoki bo'lmasam kuchugim qattiq xuradi. Kuchugim bu yerda ega hisoblanadi. Mana shu ega bizda birinchi keladi, xuddi o'zbek tilidagi o'xshab. Ammo ingliz tilida keyin qoida buziladi. Ya'ni bizda masalan kesim, ya'ni fe'llarimiz biror narsa qildim degan so'zlarimiz oxirida kelsa, ingliz tilida esa shundoqqina egani yonida keladi. Hamma biladigan bitta gap bor, I love you. Xuddi shundan ham bilib olsangiz bo'ladi. I ega, love kesim, undan keyin you to'ldiruvchi kelmoqda. Nimaga buni aytib o'tyapman? Chunki kursimiz davomida men mana shu ona tiliga doir bo'lgan terminlardan foydalanib turaman va bu sizga foydali bo'lishi uchun va albatta tushunarli bo'lishi uchun hozir izoh berib ketdim. Endi formulaga qaytadigan bo'lsak, egadan keyin biz to be'larni qo'yamiz. To be'larni hozirgi zamonda qo'yishimiz kerak va ular am is are. Am is aredan keyin esa albatta fe'l qo'yishimiz kerak bo'ladi va fe'limiz xuddi o'zbek tilidagi o'xshagan yapti yoki votni qo'shimchasini oladi va ana shu bizda hozir mana bu ish bajarilyapti ma'nosini bildiradi. Masalan, I am talking now. Undan tashqari bizda bilasiz, har bitta zamonda o'ziga tegishli bo'lgan signal so'zlari ham mavjud. Ana shu signal so'zlarni ham takrorlab ketadigan bo'lsak, ular now, right now, at the moment kabi so'zlarimizni ishlatsak bo'ladi. Demak, mana shu uchtasi asosan bizda aynan present continuousni so'zlari, ya'ni kalit so'zlari hisoblanar ekan. Endi present continuous bundan tashqari, ya'ni hozirgi davomli zamonni, hozir bo'layotgan zamonni anglatishdan tashqari yana 5 ta xossasi mavjud. Ushbu xossalarni keling birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana bu jadvalimizga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bizda shu kunlarda bo'layotgan ish harakatni aytishda ham biz aynan mana shu zamonni ishlatishimiz kerakligini aytmoqda. To'g'ri, present continuous hozir bo'layotgan zamon, lekin undan tashqari inglizlar shu kun atrofida, masalan, bir hafta ichida deylik yoki 2-3 hafta ichida, ya'ni aynan shu kunlarda bo'lib turgan vaziyatlarni ham aytishda bemalol ishlatsak bo'lar ekan. Masalan, we are decorating our kitchen these days. E'tibor bering, bu yerda now, at the moment, right now kabi so'zlarni qo'ymadim, shunchaki signal so'zni almashtirdim. Demak, bu bizda shu kunlarda bo'lib turganligiga ishora qilmoqda. Yoki bo'lmasam, my brother is learning English nowadays. Mening ukam shu kunlarda ingliz tilini o'rganyapti. Endi mana bu yerdagi qaraydigan bo'lsak, ya'ni bizda yana qo'shimcha misollarimiz bor. Sam is learning Russian these days. Sam shu kunlarda rus tilini o'rganib yuribdi. Bu degani har doim o'rganadi emas yoki tugatib bo'ldi emas, balki hozirgi kunda mana shu kunlarda o'rganib yuribdi. Yoki bo'lmasam, we are working on a new project this spring. Mana shu bahorda biz yangi proyekt ustida ishlayapmiz. Undan tashqari, she isn't reading books these days. U kitoblar o'qimayapti shu kunlarda. My neighbors are planting trees these days. Yoki Candice is looking for an acting course these days. Candice aktyorlik kursini qidirib yuribdi. Mana shularning barchasi bizda hozirgi kunda shu kunlarda bo'lib turgan ish harakatlarini aytishda ishlatilar ekan. Va yana bitta narsa, eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa, yana qaytaraman. Boya bizda now, right now hamda at the moment so'zlari signal so'zlar bo'lib kelganda, ammo bu ikkinchi qoidamizda endi so'zlarimiz almashyapti. Ya'ni nowadays, these days kabi so'zlarimiz bilan almashgandagina mana shu ma'noni olalar ekan. Lekin formula o'sha qoladi. Ya'ni yana subject qo'yasiz, ega, egadan keyin yana kesim qo'yasiz va undan oldin albatta emizar qo'yasiz va kesimda o'zingiz bilasiz ing qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Navbatdagi xossamiz bu kelajakka qilingan shaxsiy rejalar deb ataladi. Menimcha buni siz going to bilan oldin ham o'rgangansiz. Yana bir eslab ketamiz. Bu kelajakka qilinganligi uchun ham boyagi now, right now, at the moment kabi signal so'zlarimiz endi o'zgaradi. Ya'ni bu signal so'zlarimiz masalan next month, next week yoki bo'lmasam kelajakdagi qaysidir yilga nisbatan o'zgarishi ham mumkin. Ya'ni ko'pincha next so'zlari bilan yoki tomorrow, the day after tomorrow kabi so'zlarimiz bilan o'zgaradi va bu insonning o'zi shaxsiy qilgan rejalariga nisbatan aytiladi. Masalan, I am visiting my aunt's house tomorrow.
men ertaga xolamning uyiga tashrif buyuryapman va bu mening shaxsiy rejam. Shuning uchun ham bemalol buni aytsam bo'ladi. Yoki we are visiting Bukhara this month. Yoki Sarah is playing tennis with her father tomorrow. Yana bitta misol. Mary is having a party next week. Mary party uyushtiryapti keyingi hafta. Bu ham uning shaxsiy rejasiga kiradi. Shu sababdan ham biz mana shu zamonda bemalol aytsak bo'lar ekan. Demak, signal so'zlarni eslab qolsak bo'ldi. Yuqoridagi ikkinchi qoidamizda signal so'zlarimiz shu kunlarda these days nowadays edi, kelajakda bo'ladigan bo'lsa next bilan olishimiz ko'proq uchrar ekan. To'rtinchisi, o'zgarib borayotgan vaziyatlarni aytishdi. Bilasiz, bugungi kunda juda ham ko'p narsa o'zgarib boryapti. Masalan, kunlar isib ketyapti, aholi soni ortib ketyapti yoki odamlar kundan kunga telefon ko'p ishlatib ketyapti kabi turli xil gaplarni aytsangiz bo'ladi. Hammasi negativ bo'lishi shart emas. Pozitiv gaplarni aytsa ham bo'ladi. Demak, mana shu kabi holatda ham biz present continuousni bemalol ishlata olar ekanmiz. Masalan, the number of population is increasing. Yoniga, ya'ni signal so'z qo'ysak bo'ladi. Day by day, year by year, month by month. By bu yerda kundan kunga, ya'ni dan ma'nosini bildirmoqda, ya'ni o'sha qo'shimchani bermoqda. Kelinglar mana bu misollarga ham bir qarab o'tamiz. The number of students is increasing year by year. E'tibor bering, bu yerda students bo'lsa ham is qo'ydim, chunki bizda of turibdi. Men shu joyni ham tushuntirib ketmoqchiman, chunki studentlarning raqami o'syapti. Studentlar degan ma'noda aytmayapti, balkim studentlar raqami o'smoqda deyilmoqda. Keyingisi, your English is getting better day by day. Endi bu yerda get, become, asosan mana shu get bilan olishadi inglizlar. Siz sifatlarni orttirma darajasini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Better, worse yoki bo'lmasa more interesting, faster kabi so'zlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni get bilan agar siz mana shunaqa orttirma daraja qilib, ya'ni qiyosiy daraja qilib oladigan bo'lsangiz, bu sizda yana ham bo'rttiribroq chiqadi. Ma'noni bo'rttirib aytishda ishlatiladi. The climate is rapidly changing. Yoki people are becoming more reluctant to show kindness va shu kabi sifatlarni qo'yib qo'llasa ham bo'ladi. Demak, undan keyingisiga o'tamiz. Bizda 5-xossamiz bu biror bir ishni, ya'ni biror bir kishini ustidan shikoyat qilishda yoki biror bir odamni bajargan biror bir ishiga nisbatan qandaydir negativ fikr bildirishda ishlatiladi. Asosan o'sha shikoyat ma'nosida desak bo'ladi, chunki bizda masalan aytishimiz mumkin, my friend is always shouting at me degan bo'lsam, meni do'stim har doim menga baqirgan. O'zbek tilida bu mana shu ishni qilgan degan tarjimani bildiradi. Juda ham chiroyli gaplar chiqadi. Shuning uchun aynan present continuousda mana shuni nolashni tavsiya qilgan bo'lardim. Demak, masalan bunga subject ishlatamiz. Faqat o'sha am is are dan keyin albatta mana bu signal so'zga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Agar siz mana shu signal so'zlarni ishlatmaydigan bo'lsangiz, tepadagi ma'nolarga o'xshab qoladi. Birinchidan, ikkinchidan qilgan degan ma'noni umuman bildirmaydi. Shuning uchun yana bir marta qaytaraman, bizda ega ishlatiladi subject, undan keyin am is are va always so'zi. Bundan tashqari always so'zini sinonimlarini ham ishlatsak bo'ladi. Masalan, constantly, forever, repeatedly, ya'ni continually kabi so'zlarni ishlatsak bo'ladi. Demak, mana shu so'zlarni ishlatib bo'lganimizdan so'ng endi hammasini emas, bittasini tanlab olasiz albatta va undan keyin bemalol asosiy fe'limizni verb ing ni qo'ysak bo'ladi. Boyagidek yana o'sha formulamiz hosil bo'ladi. Masalan, she is always losing her phone. U telefonni yo'qotgan. Susan is constantly talking about her dead boyfriend. My neighbors are continually making noise at night. Harry is always taking my things without my permission. Meni ruxsatimsiz narsalarni olgan. Qarang, hammasida is, are mana shulardan so'ng ing qo'shimchasini qo'yishdan oldin, ya'ni birdaniga fe'l qo'yishdan oldin bizda always, forever, continually kabi so'zlarimiz, ya'ni ravishlarimiz qatnashmoqda. Bu juda ham muhim, eslab qoling. Undan keyingisi va oxirgisi bizda xulqni ma'lum bir vaqtda, vaziyatda odam o'zgarib qoladi-yu, ana shu holatda tasvirlash hisoblanadi. Ya'ni masalan, u o'zini xudbinlarcha tutyapti deganingiz yoki o'zini bolalarcha tutyapti, aslida unday emas deb turib tushuntirmoqchi bo'lganingizda mana shu xossani ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu xususiyat ham mavjud ekan. Lekin bu xususiyati tepadagi xususiyatlarimizdan ancha farq qiladi, chunki bu yerda siz verb ing ishlatmaysiz, balki faqat be so'zini, ya'ni being qilib ishlatasiz hamda sifatlar yoki turli xil xulq-atvorga tegishli bo'lgan otlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Susan is being a baby right now. Bu yerda Susandan keyin to be qo'ydim, am is are qo'ydim hamda be so'zini shunchaki olib keldim. Demak, bu formulani yasashim uchun ozgina tepadagi strukturalar buzilishiga to'g'ri keladi va ing saqlanib qolinadi, ammo faqat be fe'li bilan qo'shilar ekan. Demak, Susan is being a baby right now deganim Susan o'zini hozir bolalarcha tutyapti degani. Yoki Sam is being selfish. Sam xudbin
tutyapti o'zini xudbinlarcha, lekin aslida Sam unday emas. Demak, eslab qoling, bu qoidamiz qandaydir insonni o'zini aslidan boshqacha qilib ko'rsatishi aynan mana shu qoidada yasalar ekan. Yoki why are you being lazy? Yoki Susan is being kind to me. It's strange. My brother is being a baby at the moment. They are being rude. Kabi so'zlarimiz bo'lishi mumkin ekan, ya'ni gaplarimiz bo'lishi mumkin ekan. Demak, yana bitta muhim narsa bu yerda eslab qolishimiz mumkin bo'lgan, being dan so'ng albatta agar adjective yoki noun qo'yayotganingizda bitta narsa muhim hisoblanadi, ya'ni u xulq atvorga tegishli bo'lishi shart. Ya'ni masalan I'm being thirsty, she's being hungry kabi sifatlarimiz bizda to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham o'rtoqlar ehtiyot bo'linglar. Bu faqat xulq atvorga tegishli bo'lgan insonning sifatlari bo'lishi shart. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Do'stlar, yana qaytaraman. Uyga vazifalarni o'z vaqtida bajarib boring. Shunda barcha darslarni inshaalloh zo'r o'zlashtirib olasiz. Hozircha xayr.